Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Siz bilan birgalikda O'zbekistonning go'zal maskanlari bilan tanishishda davom etamiz. Bugungi videomizda esa O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Toshloq tumani haqida qiziqarli ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu joyni yana bir e'tiborga molik jihati, ushbu hududda men o'zim tug'ilib katta bo'lganman va videoni yakunida sizlar uchun yana bir qiziqarli fakt, sun'iy intellekt yordamida Toshloqning o'rta asrlardagi bozori tasvirlangan rasmni ham namoyish etaman. Agar qiziqqan bo'lsangiz, video yakunigacha biz bilan qoling. Endi esa asosiy turistik joylar haqida to'xtaladigan bo'lsak, Toshloq juda ham tarixiy va qadimiy joylarga boy hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda eski Toshloq bozori hozirgi kunda rekonstruksiya qilinib, xalqimiz xizmatida bo'layotgan o'sha eski bozorlardan biri saqlanib qolgan va qadimiy masjid va maqbaralar saqlanib qolgan. Bu o'sha Zarkent shaharchasida joylashgan Abu Hanifa masjidi ham juda uzoq tarixga ega. Undan tashqari tabiiy go'zalliklarga ham ega. Toshloq tumanida nafaqat tarixiy go'zalliklar, balki tabiiy go'zalliklarni ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Qoratepa tog' etaklarida sayr qilish va ekoturizm uchun ajoyib manzillar joylashgan bo'lib, bahor va yozda yam-yashil tepaliklar va dalalar mavjud bo'ladi. Hozir esa tumanimizning yana bir e'tiborga molik jihati turizm imkoniyatlari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Toshloq tumanida agroturizm, hunarmandchilik va milliy an'analar tomonlaridan turizm imkoniyatlari mavjud bo'lib, Toshloqda agroturizm rivojlanmoqda hozirgi kunda. Bu esa mehmonlarga o'zlari sabzavot va mevalarni terib, bevosita o'sha dalalarda ovqat tayyorlash imkoniyatlari, piknik qilish imkoniyatlarini beradi. Shuningdek, xalq hunarmandchiligi, do'ppi, to'qimachilik an'analari va boshqa shu kabi hunarmandchilik namoyandalari o'laroq bu narsalar ham sayyohlarni o'ziga tortadi va juda katta qiziqish uyg'otishi mumkin. Endi esa Toshloq tumanining turistik yo'nalishlari va ushbu yo'nalishlarni istiqbolli rivojlantirish loyihalari haqida to'xtalib o'tsam, Toshloq tumani turistik jihatdan rivojlanishga juda ham ma'qul hudud hisoblanadi, chunki tuman markazidan viloyat markazi Farg'ona shahrigacha bo'lgan yo'l mashinada 15-20 daqiqalik yo'l hisoblanadi va shuni e'tiborga olgan holda yo'nalishlar xaritasi Toshloq, Farg'ona, Qo'qon, Rishton kabi qadimiy shaharlarga chiqib yetib olish imkoniyati osonroq, qulayroq hisoblanadi. Bundan tashqari so'nggi yillarda Toshloq tumanida yangi dam olish zonalari, mehmonxona loyihalari ham taqdim etilmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida Toshloq tumani markazida joylashgan Tabassum otelini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari juda ham ko'p mehmon uylari mavjud bo'lib, so'nggi yillarda yana ko'plab ko'p qavatli yangi qurilish ishlari, yangi qurilish binolari xalq xizmatiga topshirildi. Xulosa qilib aytganda, Toshloq tumani bu nafaqat tarix, balki bugungi kunda ham sayyohlar uchun qiziqarli manzil hisoblanadi. Agar siz ham betakror go'zallik va qadimiylikni his etmoqchi bo'lsangiz, Toshloq tumani sizni kutmoqda. Farg'onaning yuragi bo'lgan ushbu go'shaga marhamat. Hozirgi suratimiz esa video boshida aytib o'tgan surprizimiz, ya'ni sun'iy intellekt yordamida tasvirlangan Toshloq tumanidagi bozorlarning o'rta asrlar, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 10-12 asrlardagi holati tasvirlangan surat hisoblanadi. Video yakunida aytmoqchi bo'lganim, bizni kanalda qoling va yurtimizning go'zal go'shalari haqida turfa xil qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.